Tabiiy va texnogen xususiyatli favqulodda vaziyatlar bugun dunyoning turli nuqtalarida aholi xavfsizligiga jiddiy tahdid solmoqda. Ayniqsa, zilzila, yong'in, sel va kuchli shamol kabi holatlarda mas'ul xizmatlarning tezkorligi hamda aholining to'g'ri harakat qilishi muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bois mamlakatimizda favqulodda vaziyatlarning oldini olish va oqibatlarini bartaraf etish bo'yicha amaliy o'quv mashqlariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ana shunday o'quv mashg'ulotlaridan biri Toyloq tumanida tashkil etildi. Unda boshqaruv organlari hamda favqulodda vaziyatlar davlat tizimining hududiy va quyi tizimlarining tabiiy va texnogen xususiyatli favqulodda vaziyatlar oqibatlarini bartaraf etish bo'yicha harakatlari mavzusida 3 kunlik qo'mondonlik shtab o'quv mashqlari o'tkazildi. Mashg'ulotlarda favqulodda vaziyatlarda tezkor harakat qilish, aholini xavfsiz hududlarga evakuatsiya etish hamda jabrlanganlarga yordam ko'rsatish kabi muhim vazifalar amaliy sinovdan o'tkazildi. 21-23 may kunlari Samarqand viloyati hokimining tegishli buyruqlariga asosan Tayloq tumanida qo'mondonlik shtab o'quv mashqi boshlandi. Qo'mondonlik shtab o'quv mashqida Tayloq tumaniga favqulodda vaziyatlar davlat tizimiga kiruvchi xizmat korxona tashkilot rahbarlari yuqori jangovar shaylik rejimiga keltirilib, Tayloq tumani hokimligi binosida yig'ilish muhokamasi o'tkazildi. O'tkazilgan yig'ilish muhokamasiga ko'ra Tayloq tumanida faoliyat yuritayotgan favqulodda vaziyatlar davlat tizimiga kiruvchi korxona xizmat tashkilotlarining mexanizatsiyalashgan yig'ma otryad komandasining shayligi to'g'ri ko'zdan kechirilmoqda. Qo'mondonlik shtab o'quv mashqidan asosiy ko'zlangan maqsad favqulodda vaziyatlar davlat tizimiga kiruvchi korxona tashkilotlarining shu favqulodda vaziyat yuzaga kelganda suv toshqini, yer silkinishi holatlarida o'zlarining harakatlarini amalga oshirishdan iborat. Ushbu o'quv mashqida tez tibbiy yordam xizmati hamda tuman sog'liqni saqlash bo'limi xodimlari bilan birgalikda birinchi tibbiy yordam otryadi tashkil etildi. Ya'ni bu tumanda joylashgan 2-sonli texnikumda favqulodda vaziyatlarda ko'p sonli jabrlanuvchilarga, ya'ni birinchi yordam ko'rsatish uchun birinchi tibbiy yordam otryadi tashkil etildi. Ushbu tashkil etilgan otryadda barcha tumandagi tegishli idoralar hamda hamkor tashkilotlar bilan birgalikda hamkorlikda ko'p sonli jabrlanuvchilarni olib kelingandan keyin birinchi tibbiy yordam berish va ularni tegishli, ya'ni tashkilotlarga tarqatish usullari ko'rsatib o'tiladi. Ushbu o'quv mashqidan bizlar barcha tumandagi chekka hududlardagi sel toshqini, zilzila sodir bo'lganda ko'p sonli fuqarolarga birinchi o'ringa tez tibbiy yordam xodimlari tomonidan sifatli birinchi yordam ko'rsatib, tegishli idoralarga tezda yetkazish hamda bu yerda belgilangan hududda birinchi yordam otryadida barcha bo'limlar bo'yicha jabrlanuvchilarga malakali tibbiyot xodimlari tomonidan tez tibbiy yordam ko'rsatilib, ularni evakuatsiya qilish jarayonlari olib borilmoqda. O'quv mashqi ssenariysiga ko'ra shartli ravishda qo'shni hududda kuchli zilzila sodir bo'lib, uning ta'siri Toyloq tumaniga ham xavf tug'dirgani tasvirlandi. Bu haqda barcha tegishli xizmatlar zudlik bilan ogohlantirildi. Tuman hokimligida tashkil etilgan yig'ilishda korxona va tashkilotlarning fuqaro muhofazasi bo'yicha mas'ullari ishtirok etib, tabiiy ofat oqibatlarini bartaraf etish, aholini xavfsiz hududlarga ko'chirish hamda vaqtinchalik boshpanalar tashkil etish yuzasidan vazifalarni belgilab olishdi. Shuningdek, favqulodda vaziyatlarda har bir xizmatning aniq vazifalari muhokama qilinib, tizimning shaylik darajasi tahlil etildi. Tayloq tumanida boshqaruv organlari hamda favqulodda vaziyatlarda harakat qilish davlat tizimiga kiruvchi idora va tashkilotlar bilan shartli ravishda zilzila bilan bog'liq favqulodda vaziyatlar sodir bo'lganda Tayloq tumani boshqaruv organlari hamda favqulodda vaziyatlarda harakat qilish davlat tizimiga kiruvchi idora tashkilotlar hamkorligida qo'mondonlik shtab o'quv mashqlari doirasida tumanda sodir bo'lishi mumkin bo'lgan favqulodda vaziyatlarda aholini hamda tibbiy xizmatini tashkil etish maqsadida mana shu tumanda joylashgan 2-sonli kollejda tuman tibbiyot birlashmasiga qarashli birinchi tibbiy yordam otryadi amaliy ravishda tashkil etildi. Bu birinchi tibbiy yordam otryadini tashkil etilishidan asosiy maqsad zilzila bilan bog'liq favqulodda vaziyatlarda sodir bo'lgan favqulodda vaziyat natijasida ko'p sonli jabrlanganlarga malakali tibbiy xizmatni tashkil etishni o'z oldiga maqsad qilib qo'yadi. Shu bilan birgalikda o'tkazilayotgan qo'mondonlik shtab o'quv mashqlari doirasida tumanda yuzaga keladigan nobarqaror epidemiologik va epizodik
vaziyatni bartaraf etish, mana shunday vaziyatlarni oldini olish maqsadida tumanda tashkil etilgan tegishli xizmatlar bilan hamkorlikda tumanda barqaror epidemiolog va epizodik vaziyatni saqlash bo'yicha bir qator amaliy tadbirlar amalga oshirilmoqda. Jumladan shu tumanda kuydirgi kasalligi bilan bog'liq favqulodda vaziyatlarni oldini olish bo'yicha qo'mondonlik shtab o'quv mashg'uloti doirasida zilzila natijasida sodir bo'lgan favqulodda vaziyat oqibatida tumanda yuzaga keladigan nobarqaror epidemiolog va epizodik vaziyatni oldini olish, sodir bo'lganda ularning oqibatlarini tezkorlik bilan bartaraf etish, epidemiolog va epizodik vaziyatni yaxshilash bo'yicha bir qator amaliy maxsus taktik o'quv mashg'ulotlari o'tkazilmoqda. O'tkazilayotgan maxsus taktik o'quv mashg'ulotlaridan asosiy maqsad tumanda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan o'ta xavfli yuqumli kasalliklar bilan bog'liq vaziyatni yaxshilashni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan. Favqulodda vaziyatlar xodimlari tomonidan katta tushuntirish ishlari olib borildi. Tabiat hodisalari, yong'in xavfsizligi, qolaversa suv toshqinlari, yer zilzila vaqtlarida hech narsadan qo'rqmasdan, xavotirsiz o'tkazish mutaxassislar tomonidan ancha narsa tushuntirildi. Bunaqa hodisalar bo'lmasin, suv toshqin bo'ladimi, yong'in bo'ladimi, zilzila vaqtida ham ancha narsani o'rganib, o'zlarini himoya qilishni ham tushunib yetdilar. Tibbiyot xodimlarini ko'rdik, hamma mutaxassislar, hamma bo'limlar, SES xodimlari o'zlarini jarayonlarini hammasini ko'rsatib berdilar. Biz bulardan minnatdormiz. Hamma vaqt xalqimiz boshiga sog' salomat bo'lsinlar. O'quv mashqlari davomida favqulodda vaziyat oqibatlarini bartaraf etishga jalb etilgan maxsus texnikalar saf ko'rigidan o'tkazildi. Unda favqulodda vaziyatlar boshqarmasi, ichki ishlar bo'limi, Milliy gvardiya, tibbiyot birlashmasi hamda kommunal xizmat tashkilotlarining kuch va vositalari ishtirok etdi. Saf ko'rigida maxsus texnikalar, avariya qutqaruv jihozlari va shaxsiy tarkibning tayyorgarlik holati sinovdan o'tkazildi. Favqulodda vaziyatlar sodir bo'lgan holatda fuqarolarni tezroq evakuatsiya qilish, ularni betalofat saqlash maqsadida bizni mana bugun Toyloq Olimpiya Paralimpiya sportchilariga tayyorlash markazida o'quv yig'in mashqi tashkil etildi. O'quv yig'in mashqida o'sha fuqarolarimizni favqulodda holatda ro'y berishi mumkin bo'lgan holatlardan asrash maqsadida qanday tayyorgarliklar ko'rish, o'zlarini qanday tutishlari, qanday vazifalarni bajarishlari to'g'risida ko'plab ma'lumotlar berildi. Undan tashqari bu yerda o'sha favqulodda holat yuz bergan holatda markazimizda tuman aholisining 10% hajmini sig'dira oladigan darajada sharoitlar, imkoniyatlar hammasi yaratilgan. Yotoqxona deysizmi, ovqat bilan ta'minlash oshxonasi deysizmi, bundan tashqari kiyim-kechaklar, birinchi yordam uchun tibbiy bo'limlar, hamma sharoitlar shay holatga keltirib qo'yilgan. Aholiga bundan tashqari ushbu holatlarda o'zlarini qanday tutishlari, qanday harakat qilishlari to'g'risida mutaxassislarimiz tomonidan ma'lumotlar berildi. Men o'ylaymanki, bunaqa holatlarda fuqarolarimiz ham qolaversa, bizda obyektimiz ham o'sha talab darajasiga javob beradigan darajada ta'mirlangan va shu darajada ehtiyojlarga to'la qoniqtira oladigan darajada tayyor deb o'ylayman. Navbatdagi o'quv nuqtasi Tayloq tuman sport maktabida o'tkazilmoqda. Hozirda Tayloq tuman mexanizatsiyalashgan komandasi yig'ildi. Unda 50 dan ortiq texnika hamda 100 dan ortiq shaxs tarkib yig'ilgan. Ushbu shaxs tarkib bilim va ko'nikmalari favqulodda holat bo'lganda, sodir bo'lganda qanday harakatlanish tartibi bo'yicha rahbariyat tomonidan bilim saviyalari o'rganib chiqildi. Hozirda ushbu texnika va asbob anjomlar navbatdagi o'quv nuqtalariga yo'naltiriladi va harakatlari o'rganilib, rahbariyat tomonidan o'rnatilgan tartibda baho beriladi. Mashg'ulotlarning amaliy bosqichida qutqaruvchilar tomonidan vayronalar ostida qolganlarni qidirib topish, ularga birinchi tibbiy yordam ko'rsatish hamda aholini xavfsiz hududlarga evakuatsiya qilish ishlari bajarildi. Otryadda mana 200-300 nafar jabrlanuvchilarga yordam ko'rsatish salohiyatiga ega. Bu yerda dori-darmon zaxirasi, qabul diagnostika, rentgen apparati, UTT tekshiruvi mavjud. Reanimatsion bemorlarga birinchi yordam ko'rsatish, jabrlanuvchining tug'ruq faoliyati boshlanganda birinchi yordam ko'rsatish, bolalarga birinchi yordam ko'rsatish hamda mana terapevtik bemorlarga, xirurgik bemorlarga, jabrlanuvchilarga yordam ko'rsatish salohiyatiga ega. Mana bugungi mashg'ulot davomida
ko'p sonli jabrlanuvchilarga birinchi yordam ko'rsatish jarayoni ko'rsatib o'tildi. Bugungi o'tkazilgan tadbirdan shuni biz bilib oldikki, favqulodda holatlarda, zilzila oqibatlarida yetkazilgan ziyonlarni, aholini shikastlanishiga tibbiy xodimlarni qanchalik tezkorlik bilan harakatlarini biz ko'rib o'tdik. Bunaqa holatlar bo'lmasin. Agar bo'lgan holda ham odamlarimiz ishonchli qo'llarda tibbiyot xodimlarining yaxshi xizmatlariga guvoh bo'ldik. Tez yordam mashinalari, tibbiyot xodimlari juda tezlik bilan harakat qilib aholiga katta yordam ko'rsatishdi. Shuningdek, Texnogen tusdagi favqulodda vaziyatlar bo'yicha ham amaliy harakatlar namoyish etildi. Shartli ravishda yuzaga kelgan yong'in qisqa fursatda bartaraf etilib, aholining xavfsizligi ta'minlandi. Favqulodda vaziyat haqida xabar olgan tegishli xizmatlar voqea joyiga tezkor yetib kelib, o'zlariga yuklatilgan vazifalarni bajarishga kirishdi. Hamkorlikda olib borilgan tezkor harakatlar natijasida barcha shartli favqulodda vaziyatlar muvaffaqiyatli bartaraf etildi. Tumanimizda favqulodda vaziyatlar vazirligidan tashrif buyurib, favqulodda vaziyat bo'lib qolgan taqdirda o'zimizni qanday tutishimiz, sarosimaga tushmasdan qanday vazifalarni bajarishimiz haqida amaliy mashg'ulotlar o'tkazildi. Shunda biz o'zimizga kerakli amaliy o'quvlarni o'zimizga oldik. Har bitta soha o'ziga tegishli har bir vazifasini chin dildan bajarar ekan. Shu amaliyotda hozir ko'rib turibmanki, har bitta tashkilot vakillari, ishchi xodimlari o'z vazifalarini juda a'lo darajada bajarib borar ekanlar. Sarosimaga tushmaslikni aytdilar. O'zimizni qanday tutishimiz o'rgatib borildi. Mahallamizga bugun favqulodda vaziyatlar tadbiri o'quv mashg'uloti o'tkazildi. Unga biz mahallamizda 10 ta asosiy ko'chamiz bor. 10 ta asosiy ko'chamizda 3 kishidan 30 nafar fuqarolarimizni ko'cha boshi mas'ul xabarchi qilib belgiladik va xabarlashib fuqarolarimizni ogohlantirdik. Bu favqulodda vaziyatlar bo'lganda zilzila, tabiiy ofatlar, suv toshqini bo'lganligi to'g'risida shartli ogohlantirish qilib ogohlantirdik. Fuqarolarni xabardor qildik. Qabul punktiga xabarlashib fuqarolarimizni to'pladik. Qabul punktida ayollar xonalari, bolalar, qariyalar, nogironlar, kutish zali, alohida xonalar bilan ta'minlangan fuqarolarga tanishtirildi. Bu o'quv mashg'ulotidan ko'zlangan maqsad tabiiy ofatlardan, favqulodda vaziyatlardan xabardor qilish, o'rgatish o'quv ishlari olib borildi. 3 kun davom etgan o'quv mashqlari jarayonida qutqaruvchilar tomonidan o'nlab amaliy vazifalar bajarildi. Jumladan, jabrlanganlarni qutqarish, muhandislik kommunikatsiya tarmoqlarini tiklash hamda vaqtinchalik joylashtirish maskanlarini tashkil etish ishlari amalga oshirildi. Mashg'ulotlarda tezkor aloqa vositalari, xabar berish tizimi hamda boshqaruv organlarining favqulodda vaziyatlarda qaror qabul qilish imkoniyatlari ham sinovdan o'tkazildi. Bu kabi qo'mondonlik shtab o'quv mashqlari aholini favqulodda vaziyatlarga tayyorlash, qutqaruv xizmatlarining shayligini oshirish hamda tizimlar aro hamkorlikni mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etadi.